Assalomu alaykum, Shohimardon dacha obunachilari. Bizdan rosa ko'pchilik xafa bo'lyapti, yangi yilga kelib joy yo'qyapti, lekin endi bizdan har bitta odamga lafz berganimizdan keyin joy olib qo'yamiz. Mana shu insonlar hammasi shu oldindan o'chirgan. Ona joyimiz issiq, kelmoqchi bo'lganlarga yana marhamat. Faqat telefon qilib oldindan nima deydi? Joy egallab qo'yinglar. Hoji aka, qalay ekan sharoitlar? Juda oliy. Sovuqda kunida mana issiq xona, issiq suvlar, Sharoitlar hamma yo'q zo'r. Mana oilaviy kelishgan yerlar bilan zo'r. Qolgan joylarni ham ko'rsataman. Lekin hammaga taklif qilaman, kelaversin, oila. Faqat bizda shu shartlarimiz bor, ozgina. Mana shu ish mumkin emas. Shortichang yurish mumkin emas, lezaks qo'ymaymiz. Shular ham har bitta xonalar 5 kishilik xonalar bular. Lekin 7 kishi kirib olgan xonalar ham bor. Sig'orar odamlar. Tepalar 10 kishilik xonalar. Lekin bular hali bo'shamaydi. Lekin joy egallasalar ham o'sha edi. Aka, sharoit qanaqa ekan? Gapiringchi aka. Issiqligi qanaqa? Issig'ini gapiring. zo'r, issiq. Dolgoda yuribsizmi ichida? Ha. Bemalol. Yaqin do'stlarimiz. Kelinglar. Kelaverasizlar. Beramiz, zo'r. Gap yo'q.